Hammaga xeyyow do'stlar. Bilan Kartonkdek Play Common YouTube kanali. Bu videoda biza TDMga foydali top 5 vovlarni ko'rib chiqamiz. Qanunda ketdik. Qani mana bu birinchi vovimiz. Bu vov TDM uchun juda foydali vov. Qanunda ko'rib chiqamiz. Qani go. Buni battasini videorolikka like obuna bosib qo'yish esinglardan chiqmasin. Sizlar bilan Play Common YouTube kanali bo'lyapti. Biz hozir top 5 eng zo'r vovlardan, TDM uchun eng zo'r vovlardan birinchisini ko'rib chiqamiz. Bu ana TDMga o'xshab raqibimiz bilan birga bir o'tishimiz mumkin. Prosta buni joyi boshqacharoq. Shuni ochsanglar bo'ladi. TDMga ancha foydasi tegadi. Cross fightlar o'shadi. Mana shunday hit, uzoqdan hit berishlar o'rganasizlar. Chiqib juda foydali bu karta. Yo-mayo. Judagina foydali bu karta. Mana bemalol mana shuni ochishni o'rgansanglar bo'ladi. Yaxshi. Birinchi vovimiz shu vov edi. Qani biz ikkinchi vovga ketdik do'stlar. Mana jigarlarim, bu bundan keyingi ikkinchi vovimiz. Qani ketdik bu vovni ko'rib chiqishga. Bu juda foydali vov, lekin buni bir o'ynab ko'rmasanglar bo'lmaydi. Вообще bo'lmaydi buni bir o'ynab ko'rmasanglar. Вообще foydali vov, lekin вообще endi juda foydali. Kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar, yaqinda streamlar, shorts videolar hammasi chiqadi. Iltimos sizlardan bitta like va bitta podpiska kutaman. Dushi akalar. Bitta podpiska или bitta obuna kutaman. Bu da maqsad mana uzoqdan soperniklarni ursanglar bo'ladi. Qo'rqib ketdim. Asosiy maqsad shuni o'rganish bu yerda. Soperniklar to'sishni otishni o'rganish asosiy maqsad. Mana bu yerda biz bostirib borsak ham bo'ladi raqiblarga. Mana masalan mashina emas. Ketamiz. Mana komandasi shu ko'taribdi. Hozir borib otishamiz. Shuni ochsanglar ham bo'ladi. Bu bizning ikkinchi vovimiz. Yana bir raund o'ynaymiz va keyingi vovga yo'l olamiz. Nima qilamiz? Sizlarga yanagi videoda mana qilamizmi? O'zimda 3 ta akkauntim obzor qilamizmi? Yo, bana babam qo'rqib ketdim. Shuni hit berishlar o'rganishlar mumkin. Mana shuni hit berishlar o'rganishlar mumkin. Jotki vov, lekin buni o'ynab ko'rmasanglar bo'lmaydi. Hamma vov kartalar kodini kod desanglar o'zingizlar tashab beraman. Yoki opisiyaniyada qo'yib qo'yaman. Yomon bu atak. Bu yomon vov. Qaramasam hit deyapti. Ketdi ular sherigim quvalab.
Sherigim yo'q Furay, chunki sherigim bot. Chiq. Suf, kuf, muf, chiq. Chiq, yo chiq, yo chiq, 3 ta hid beraman. Yo, unasini emsin bular yomon ekan. 2 kishi bu botda-da, unda biz yana golga ketamiz. Ya'ni bu o'da biz 2-2 Yumpitur'ni olishamiz. Bu ham TDM uchun juda kerakli o'q. Ham ana leviklarda zerikkanlaringda TDMga lobbilar bo'lmasa, shunaqa vovlarda o'ynashinglar mumkin. Ularning hammasi foydali vovlar. O'yinlaringni oshiradi va soperniklar kallasi ustunib hit berib tashlashga o'rgatadi. Shuni bilib qo'yinglar jigarlarim o'zimda. Bilet. Chiqmasini bilib qo'ydi. Otsanglar endi dal shotinglar, tajala mushuk bo'linglar. Endi yo'raman men sizlarni. Endi yomonlar qilaman. Yomon qilaman. Ya bilet. Iltimos bo'lmasa shu o'rinda kanalga ham podpiska bosib qo'yinglar. Bu mening ko'tarilishimga foyda beradi, hech qanaqa pul olib kelmaydi menga. Umuman foydasi yo'q. Prosta men kontent qilaman. Shuning uchun mening kanalimga obuna, like, podpiska kutaman. Obuna, like bitta narsa. Podpiska. Video qoldi hayajonlanib birinchini o'qiganimda. Bile faqat o'lib ketyapman. Ovoz mo'ziyumi? Ko'tar endi ukajon, ko'tar. Men ko'tarmasang nima o'lib ketamiz hatto. Ko'tar, Sadullo, ko'tar meni, Sadullo. Dane, dedim Sadulloni tanısizlarmi? Hozir bo'laman 3 ta hid beraman masalasi yopildi bu bolalar. Buna urilmas ekanman men borku. Foydasi yo'q, 0 ta kelman. Voy jab. Chiqib shu edi, men esa umuman ocholmayapman bu bo'ldi. Chunki anchadan beri qo'lim chiqib ketgan. Bir hafta deganda endi PUBG'ga kirishim. Shuning uchun meni qo'lim chiqib ketgan. Ama şu ninja burası bu olacak. Ko'z ko'rasizlar. Close fight ko'rgilar kelayotganmi? Qaranglar. Yumpida close fight. Sherigimda o'tdi. Men boryapman. Men buni ko'raman. Yanagi o'g'imiz shu edi. 3-o'g'imiz qani biz oxirgi o'g'ga ketdik. Mana jigarlar, shu joyda bizning videomiz o'z nihoyasiga yetadi. Yanagi videolarda ko'rishguncha xayr. Hammalar sog'lom bo'linglar. Yanagi video o'zimning 3 ta akkaunt haqida bo'ladi, obzori. Gaplashamiz. Like, podpiska bosib qo'yinglar, конечно.